Sizlar bilan Neural Networks'ni o'rganishni boshlaymiz, ya'ni neyron tarmoqlar. Neyron tarmoqlarni o'rganish uchun soddalashtirish maqsadida sizlar bilan perseptron bilan tanishib olamiz. Darsimiz rejasiga keladigan bo'lsak, sizlar bilan oddiy Neural Networks'dan o'rganishni boshlaymiz. U nima ekanligi, qanaqa vazifalar bajarishini o'rganish uchun perseptrondan foydalanamiz. Ya'ni perseptronning qismlarini o'rganish orqali biz Neural Networks qanaqa ishlashini bilib, tushunib, tanishib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, kelaylik endi Neural Networks o'zi nima va qanaqa ishlaydi, shular bilan tanishib olamiz. Ko'rib turgan rasmiylar menimcha ko'pchiliklarga tanish bo'lishi mumkin. Sababi buni internetda ko'p ko'rgansizlar, o'zi qanaqa vazifa bajarishini sizlarda savol bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizlar bilan bitta demo ko'ramiz. Quyidagi sayt orqali biz Neural Networks qanaqa ishlashini o'rganib olishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek turli xil bizda parametrlar bor. Hammasiga e'tibor bermay turamiz. Hozir birinchi bo'lib hidden layerdan boshlaymiz. Ya'ni biz qatlamlar qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringdek har xil qatlamlar qo'shishimiz mumkin yoki qatlamlarning sonini kamaytirishimiz mumkin va qolaversa biz har bitta qatlamga neyronlarni qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni xohlagancha neyron qo'shamiz va bizda mana ko'rib turganlaringdek kiruvchi ma'lumotlar bor va layerlar soni bor va output bor. Va bu yerdan play tugmasini bosadigan bo'lsak, bu yerda bizning data setimiz, ya'ni data setimizda xohlagan tochkani bizdan olov rang yoki ko'kligini ajratib beruvchi neyron tarmoq yaratish maqsad vazifasi qo'yilgan. Endi play buttonini bosadigan bo'lsak, bizda mana ko'rishingiz mumkin, o'rganish boshlandi va algoritm quyidagicha, misol uchun, liniya tortdi, ya'ni chegara tuzdi. Ya'ni xuddi shu chegarani xohlagan istalgan tochkasiga tushadigan tochka ko'k bo'ladi, tashqarisiga tushadigan tochka olov rang deb belgilanadi va mana ko'rib turganlaringdek qanday qilib input ma'lumotlardan bizda masalan deylik output hisoblanayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi kelinglar slaydga o'tib bitta-bitta tushuntirib berishga harakat qilaman. Tushuntirib berishdan oldin bitta narsa savolinglar bo'lishi mumkin. Ya'ni hozirgi Neural Networks bitta qaraganda qiyin yoki murakkab ko'rinishi mumkin va sizlarda tabiiy savol tug'iladi. Ya'ni matematika o'zi kerakmi degan savol bo'lishi mumkin. Ha, matematika talab qilinadi agar sizlarda oddiy arifmetik amallar, ya'ni qo'shish, ko'paytirish bo'lishi mumkin va qolaversa unga qo'shimcha ravishda matritsalar bilan ishlay oladigan bo'lsangiz, bu video sizlar uchun qiyinchilik tug'dirmaydi degan umiddamiz. Endi kelinglar qismlarga, ya'ni perseptron yoki Neural Networks qismlari bilan tanishib olamiz. Hozir sizlar bilan saytda ko'rdik, input deb gapirdim, layer deb gapirdim, weights and bias, activation function va bularni ko'p terminlar bilan ishlatishimiz mumkin. Endi kelinglar bitta-bitta tushunib olamiz. Ya'ni input nima? Input bu neyronga kiruvchi ma'lumot hisoblanadi. Bizda inputlarimiz bor, x1, x2, x3 va hokazo. Enta bo'lishi mumkin inputlar. Va weight bor. Weight bu asosiy vazifasi kiruvchi input qanchalik muhimligini aniqlab beradi. Ya'ni weight qancha katta bo'ladigan bo'lsa, bu demak shu inputni vazifasi katta. Ya'ni tarjima qiladigan bo'lsak, keyin tarjima qilmasdan, lekin sizlarga hint berib ketaman. Tarjimada bu vazn, ya'ni vazn qancha katta bo'ladigan bo'lsa, demak shuni vazifasi muhim ekanligini bildiradi. Va bizda neyron bor. Neyronning asosiy vazifasi input va weightlarni hisob-kitob qilib va uni turli xil hisob-kitoblar, amallar bajarib, outputni bizga chiqarib berishda xizmat qiladi. Asosiy vazifasi activation function hisoblanadi. Va endi layer deb gapirdim. Layer o'zining asosiy vazifasi bu qatlamlar. Ya'ni ko'rib turganlaringdek, bu yerda 3 ta qatlam bor, input va output bor. Va mana tanishib oldik, o'zi neyron qanaqa ishlashi va ko'rib turganlaringdek, endi keyingi videolarda outputni, ya'ni kiruvchi ma'lumotdan biz chiquvchigacha qanday qilib ma'lumotni hisoblashni o'rganib olamiz. Ya'ni ingliz tilida behind the scenes deydi. Buni tarjimasi, ya'ni kadr ortida o'zi nima bo'lyapti. Ya'ni mana bu saytda ko'rib turganinglar Neural Networks qanaqa ishlashini tanishib olamiz.